Ertalabki choy ichilgan dasturxonni vaqtida yig'olmaganim uchun ajrashib ketdim. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu meni bitta tanishimdan kelgan SMS xabar edi. To'yimga 1 yil bo'lgan edi. Qaynota qaynonam, qaynukam va qaynotamni onalari, ya'ni buvijon bilan birga turardik. Har bitta oila to'yladiganga o'xshagan urush janjallar bizda ham bo'lib turardi, lekin bunchalikka bormagan edi. O'zi qizli uyimga onamni ko'rgani juda kamdan kam jo'natishadi. Va o'sha kuni xo'jayinim shoshib turgan bo'lganlari uchun men ham tez-tez shoshib kiyindim va ketdim. O'shaning orasida stolda buvijon yana qaynukam choy ichishganini men qolgan edim. Onamnikidan uyga qaytib keldim. Kezam havo tumshug'i osilgan. Hayron bo'ldim. Keyin birin-ketin hammaligisi meni urishishga boshlashdi. Zahar gaplarni boshlashdi. Keyin qaynatam gapirish boshladilar. Nima dasturxon bitta menga qarab qolganmi? Bitta men qilishim kerakmi? Mendan oldin hech kim bu ishni qilmaganmi degan xayollar o'tdi. Shundan keyin qaynatamga bir marta qolib ketgan bo'lsa nima qilibdi? Keyin safar qilib qo'yarman deb aytdim. Shu gapni aytishimni bilaman. Yonimga kelib qo'llarini paxsa qilib bor ovozlari bilan baqirib ketdilar. Men seni ajrashtirib yuboraman. O'g'lim sen bilan yashamaydi. Nima qilganimni, nima bo'lganini bilmay qoldim. Hatto nima deyishimni ham bilmay qoldim. Shunchaki shok holatida edim va hech narsa deya olmayapman. Hech nima gapirmasam ham bu holatimni ham ular bezdi ketishdi. Shunaqa qilib bezga chiqarish, qaytarganga chiqarishdi va oxir oqibat o'g'illari bilan ajrashtirib yuborishdi. Men erimni yaxshi ko'rardim, hurmat qilardim va qancha kutdim kelishini qaytib, lekin kelmadi. Endi esa meni ham erimdan ko'nglim sovib ketib bo'ldi. Endi kelsa ham uni qaytib qabul qilmayman. Chunki men uchun harakat qila olmagan va meni himoya qila olmagan erkak bilan butun umrimni o'tkazishga lozim emasman. Erim haq taraf emas, faqat ota-onasi taraf bo'lardi. Axir bu to'g'rimi? Ela adolat qilish kerak emasmi? Ayolini, ota-onasini bir ko'zi bilan ko'rishi kerak emasmi? deb menga o'sha tanishim SMS xabar jo'natdi va men ham juda ta'sirlandim bundan. Shunchaki ham ilinishni xohladim. Qaranglar, qanchalik arzimagan kichkina narsalarni butun boshli oila buzilib ketyapti. Shaxslarning aralashuvi sabab. Yoshi 40-50 dan 60 dan oshgan insonlarga yarashadigan ish emas bu menimcha. Juda ham madaniyatsizlik, ongsizlik, ilmsizlik va iymonsizlik. Ey insonlar, dunyoqarashinglarni o'zgartiringlar degim keladi, ammo hech kim buni eshitmaydi. Maslahatim qizlar, o'qinglar, ilm olinglar. Erga teyish qochmaydi, erga ham teyinglar, ammo qizlar har doim kasbi bo'lish kerak deb o'ylayman va kasb o'rganish uchun hech qachon kech emas. Uchun hamma joyda kerak bo'ladigan va hamma joyda o'tirib pul topsa bo'ladigan kasb bu SMMchilik. Bemalol uyda o'tirgan holingizda ham o'rgansanglar bo'ladi. Pastda atmetka qilib qo'yma, o'zlariga yozsanglar tushuntiradilar. 6 yildan beri shu sohani ichida ekanlar, kurslari ham bor. Agar onlayn magazininglar bo'lsa, bemalol o'zlari yuritib ham beradilar va o'rgatadilar ham, kurslari ham bor. Bemalol ishonib yozsanglar bo'ladi.